Yuragingiz siqilyaptimi? Diqqat bo'lyapsizmi? Kim sizni yuragingiz siqyapti? Kim sizni diqqat qilyapti? Bilasizmi? Eringizmi? Uyingizdagilarmi? Yo'q. Shayton. Ha, la'nati shayton sizni yuragingizni siqyapti. Sizni diqqat qilyapti. Shaytonga nima keragi bor meni yuragimni siqib meni diqqat qilishdi deysizmi? Ha, shaytonga keragi bor. Shaytonga nima kerak? Shayton sizni ichingizda isyon uyg'otishni xohlaydi. Sizni ichingizda nafrat uyg'otishni xohlaydi. Sizni Xudoga nisbatan noshukrlik qilishingizni xohlaydi. Allohga noshukrlik qilishingizni xohlaydi. Taqdiringizdan norizo bo'lishingizni xohlaydi. Allohga nisbatan Allohga isyon qilishingizni xohlaydi. Oxiri borib ey Xudo, men senga nima qildim? Qaysi gunohimga menga bunaqa qilyapsan? Deyishingizni xohlaydi. O'shuning uchun sizni diqqat qiladi, shuning uchun siz yuragingiz siqadi. Qanday diqqat qiladi bilasizmi? Faqat sizni minus tarafingizni ko'rsatadi. Boshqalarni maqtaydi, sizni past ko'radi. Qara deydi, hamma mazza qilib yashayapti deydi. Sen azob uqubatdasan deydi. Hammani ishi yurishyapti, seni ishing yurishmaydi deydi. Hammani eri zo'r, seni ering yomon deydi. Hamma baxtli, sen baxtsizsan deydi. Hamma har kuni mazza qilib restoran yuribdi, mazza qilib yashayapti. Senchi azob uqubatdasan deydi. Alloh hammaga beryapti, senga bermayapti deydi. Hammani eri zo'r, mehribon deydi. Seni eringchi deydi. Seni ering yomon deydi. Oxiri sizda nima paydo bo'ladi? Sizda nafrat paydo bo'ladi. Eringiz bilan urushasiz, taqdiringizdan norizo bo'lasiz. Nimaga? Qara, Xudo hammaga beryapti, nimaga senga bermaydi deydi. Nimaga senga bermaydi deydi. Oxiri nima bo'lasiz? Xudodan norizo bo'lasiz. Oxiri borib, ey Xudo, men senga nima qildim? Nimaga menga bermayapsan? Nimaga meni baxtsiz qilyapsan? Nimaga hamma baxtli, men baxtsizman deyishingizni xohlaydi. Men senga nima qildim ey Xudo deb Xudoga qarshi isyon qilishingizni xohlaydi. Norizo bo'lishingizni xohlaydi. O'shuning uchun uyingizda janjal ham chiqaradi, hamma narsa qiladi. Buni hiylalari, programmalari ko'p. Hech qachon shayton sizga ey Xudoga shukr degan. Seni mashinang bo'lmasa ham, lekin ikkita oyog'ing bor, soppa-sog' yuribsan. Oyog'i yo'qlar bor demaydi sizga. Ahmoqmi shayton? Unda siz Xudoga shukr keltirib qo'yasiz-ku. Sen ikkita ko'zing bilan butun olamni, ochiq olamni, butun daraxtlarni, tabiatni ko'ryapsan. Ko'zi ko'rlar bor demaydi shayton. Ahmoqmi u? Senku kichikroq bo'lsa ham mashinang bor ekan, piyoda yurganlar bor demaydi shayton. Ahmoq emas u. Seni ering qo'polroq bo'lsa ham mayli, lekin zato ering bor, o'sha ersizlar bor demaydi shayton. Ahmoq emas u. Siz hech qachon u tarafni ko'rsatmaydi. Hamma yaxshi, sen yomonsan, Xudo hammaga beryapti, senga bermayapti deb shu tarafini ko'rsatadi. Seni ering yomon, hammani eri yaxshi deydi. Oxiri siz isyon qilasiz. Noshukrlik qilasiz, norizo bo'lasiz. Oilangizda janjal chiqadi, eringiz bilan urushtiradi. Shaytonga shu kerak xolos, sizni eringiz ham kerak emas, pulingiz ham kerak emas, sizni baxtingiz ham kerak emas shaytonga. Shaytonga sizni norizoligingiz, noshukrligingiz va Xudoga qarshi isyon qilishingiz kerak xolos. Shuning uchun shaytonni programmasiga o'ynamanglar. Shaytonni nog'orasiga o'ynab qolmaylik.